5-manzilimiz Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani bo'ladi. Tumanga 1939-yilda asos solingan, maydoni 550 kvadrat kilometrdan kattaroq va aholisi 130 ming kishidan ko'proq. Tumanda bir emas, ikkita shahar mavjud. Birinchisi ma'muriy markaz Sirdaryo shahri bo'lsa, ikkinchisi eng katta Sirdaryoning bozori joylashgan Baxt shahri. Bundan tashqari tumandagi 4 ta joy Sindarobod, Ziyokor, Malik va Mamanovlar shaharcha maqomini olishgan. Siz bilganingiz Sirdaryo tumani faqatgina metan va propan ustunovka qiladigan tuman emas, balki respublika va viloyatning eng katta sanoat tumanlaridan biri hisoblanadi. Sirdaryo tumanigacha Toshkentdan 1 soatlik yo'l. Tumanni esa respublikaning eng yosh hokimlaridan biri va uning jamoasi boshqaradi. Sirdaryoda o'zbek, qozoq, tojik, rus, Ozarbayjon, turk va ko'plab millat vakillari ahillikda istiqomat qilishadi. Keyingi videolarimizda esa mehmondo'st va samimiy sirdaryoliklarning bozorlari, ishlab chiqarish sanoati, zamonaviy va betakror masjidlar arxitekturasi va qanday qilib samolyotdan uchish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting va 160 manzil sahifasiga obuna bo'ling.